Assalomu alaykum YouTube, assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va bizlarning hurmatli obunachilarimiz. Hammalarning kutib turgan videolarni yana qo'yishda davom etamiz. Hammalarga xayrli kech. Bizdan ko'pchilik so'ragan mana bunaqangi premium kassadagi eng qalin gilomlarni, daroshkalardan ham komplektlarni olib kelib qo'ydik. Inshaalloh videoda o'tkazmasdan like bosib, obuna bo'lib ko'rsangiz manfaatli bo'ladi. Va ushbu ko'rib turgan videoda gilam olaman degan tanishlaringizga jo'natib qo'yish eslangdan chiqmasin. Manzilimiz, boshroqda manzilni aytib o'tdik, oxirroqda tushunmovchilik bo'lyapti. Videoda o'tkazmasdan ko'ring. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kombinat bozori ichkarisidagi Ziyo gilomlari markazi. Hozircha bizning boshqa filialimiz yo'q. Inshaalloh keyinchalik niyatimiz bor. Xo'p, do'konning kirish qismiga ozgina o'zgartirish kiritdik. Bu tomonda o'sha kavrali delta poloslarimiz turardi. O'rniga shunaqangi qalin premium kassadagi gilomlarda qalin daroshkalarni olib kelib qo'ydik. Yana 80 santimetrdan 2,5 ligacha komplekt bo'ladi. Va bundan tashqari mana bunaqangi qalin o'sha ro'zg'or bo'lib degan gilomlarimizdan 2 baravar qalin bo'ladi. Bularning qalinligi 3,5 ga 4 metrdan 3,5 ga 7 metrligacha, 3 ga 4 dan 3 ga 7 metrligacha razmerlar olib kelib qo'ydik. Video davomida narxlarni aytib o'taman. Xo'p, shu ko'rib turgan gilomlaringizni hop 1 kvadrat metrini ataga 115 ming so'mdan qilib beramiz. Qalinligi o'ta darajada qalin bo'ladi. Chekkalari koja va popili o'zimizning brendli TGS zavodda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Xo'p, do'konimizga o'zgartirish kiritdik. Yoqqan bo'lsa like bosib, tartibga qo'yasizlar. Bunaqangi assortiment yangili gilomlarni olib kelib qo'yganmiz va eni 80 santimetrdan 2,5 metrligacha shunaqangi qalin daroshkalarimizni yana 1 metrlik va 80liklarni ham narx-navolarni aytib o'taman oxirida. Narx-navolarda inshaalloh bugungi narx-navolar bilan sizlarni tanishtirib davom etamiz. Video o'tkazmasdan manfaatli bo'lishi uchun like bosib, obuna bo'lib ko'rish eslangdan chiqmasin. Birinchi gilomimiz 3,5 metrga 3,5 metr bo'ladi. Orqalari 100% to'qimali, o'zimiz TGS zavodida ishlab chiqarilgan. Ishlash uchun nihoyatda qulay bo'lgan ro'zg'or bo'lib gilomimiz. Razmerlarga ahamiyat beringlar. Ko'pchilik razmer bilan narx-navolarni adashtirib yuboryapti. 3,5 metrga 3,5 metr 4 burchak gilomimiz. 3,5 eni ham, bu ham 3,5 3,5. Narxi bizga obuna bo'lib, kuzatib kelayotgan obunachilarimiz uchun ataga 515 ming so'm qilib beramiz. Bundan oldin shu ko'rib turgan gilomingizni 600 ming 650 ming atrofida qo'ygandik. 515 ming so'mdan qilib beramiz. Bu gilomimizni dastlabki xizmatni qilib beramiz. Sabab o'zimiz olgan narxdan ham pastroqga qo'yyapmiz. Bu realniy bo'ladi. Kimdir aytishi mumkin, o'zing olgan narx bas-ku deb. Endi o'sha negativchilarga bu. Balkim biz sizdan ko'ra qimmatroq olamiz, balkim ko'rsatgan gilomimiz qalinroqdir. 3,5 metrga 3,5 metr, narxi ataga 515 ming so'm. 200 millimetrajdan olgan taqdirda ham 700 ming so'm bo'ladi. Taksi orqali chiqarib yuborishimiz mumkin. Inshaalloh Toshkent viloyati, Toshkent shahargacha dasturga qilib beryapmiz. Samarqand va Surxondaryo, Qashqadaryo, Termiz shunaqangi viloyatlardan bizga telefon bo'lyapti. Ming bor uzr so'raymiz, chiqarib yubora olmayapmiz. Sababi bitta pramo ketadigan mashinaning imkoni bo'lmayapti. Inshaalloh yo'lga qo'ysak videolarimizni o'tkazmasdan obuna bo'lib ko'rsalaring. Boshqa shu viloyatlarga, Samarqand, boshqa shunaqangi voha tomonlarga ham yo'lga qo'yamiz inshaalloh. Niyatimiz bor. Buning uchun bizga like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar. Hop, 515 ming so'm. Keyingi razmerimiz 3 metrga 7 metr bo'ladi. Mana 3 metrga 7 metr, orqalari 100% to'qimali. O'zimizning TGS zavodida ishlab chiqarilgan. Ro'zg'orga ishlash uchun ham hamyonbop, ham kirchimol, bemalol nevara-chevaralar bilan ayamasdan ishlatsa bo'laveradi. Sababi gilom o'zi xizmat tomonlama ham zo'r, narx tomonlama ham bemalol arzon. 5 yil, 6 yil ishlatib turib almashtirib olsangiz ham menimcha plusga achimaysiz. Narxi bozorlarda yoki magazinlarda 1,5 million so'mdan 1 million 800 ming, 2 million so'mga sotilyapti. Shu ko'rib turgan 3 metrga 7 metrlik gilomlarning Ziyo gilom markazida ataga 1 million 50 ming so'm qilib beramiz. Agar sizlar o'ylagan narxdan arzon aytayotgan bo'lsam, like bosib qo'yish eslangdan chiqmasin. Xo'p, yana donali gilomlarimizdan bormi deganlar uchun 3 metrga 8 metrlik gilomimizdan bir dona qolgan. Shu ro'zg'orga ishlash uchun qulay bo'lgan gilomimizdan 3 metrga 8 metr. Dastlabkilarini taksi orqali chiqarib beramiz. 3 metrga 8 metr bo'ladi razmeri. Faqat shu guli, faqat shu rangidan qoldi. Bir dona shu 3 kunlik skidkamiz davomida
sotilib ketdi. 2-3 kundan beri video qo'yalmagan sababi ham shu. Bugun bizlar xarid qilganlarga kattakon rahmat. Videoga apsanaga yozib qoldinglar, xarid qildik. Haqiqatda ko'ngildagidek narx bo'ldi. Yoki boshqa kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, aytib o'tinglar, inshaalloh kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilamiz. 3 metrga 8 metr, narxi 1.380 ming so'm. Narxini cho'zib o'tirmayman. 2 milliondan 2 million 200 2,5 million so'mga sotiladi bu gilomlar. Ro'zg'orga ishlash uchun eng qulay bo'lgan gilom 1.380 ming so'm. Sababi bir dona qolganligi uchun 3 metrga 8 metr bo'ladi. Xo'p, 3,5 metrga 5 metr. Hovli uylarga eng hadavoy razmer bu. Zavodga kirganimizda ham o'ta qiynaldik shu razmerni olish uchun. 3,5 metrga 5 metr. Yo'q, zavodda o'zida shu 3,5 ga 5 metrlik ro'zg'orga ishlash uchun qulay bo'lgan gilomdan bering desak, shunaqangi darajada talomon bo'lyapti. 5 metr uylar sabab ko'p. 3,5 metrga 5 metr. Orqalari 100% to'qimali, TGS zavodi ishlab chiqarilgan. 1.200 mingdan 1,5 million so'mga sotiladi. Ziyo gilom markazida hurmatli obunachilarimiz uchun narxi ataga 850 ming so'm. Xo'p, 3,5 metrga borgan sari razmerlarimiz kattalashib boryapti. Senasidan farq qilishi mumkin. 3,5 metrga 6,5 metr. Joyimizni esa kengaytirdik. Shuning uchun videoga ham menimcha olishimizga ham oson bo'lyapti o'zimizga. 3,5 metrga 6,5 metr. Ko'proq gilamni ko'rsataverasiz. 3,5 metrga 6,5 metr. Hozir ko'rsatgan kasblarni ro'zg'orga ishlash uchun eng qulay bo'lgan kasb. Qayerlardadir shunaqangi yoki shundan ko'ra arzonroq, bunaqangi va bundan ko'ra arzonroq gilomlarni 1 kvadrat metrdan 42 ming, 43 ming yoki 45 ming so'mdan ham qo'yishyapti. Endi sifati u darajada bastur balkim bizga nisbatan yaxshiroq kasblar ko'rsatyapmiz deb o'ylayman. Sabab shunaqangi kasblar biz zavodda ko'rganmiz, yoqmaganligi uchun olib chiqmayapmiz. 5 ming, 6 ming borinki 10 mingdan farq qilgan taqdirda ham, lekin bu ko'rsatgan gilomimiz 40 ming, 42 ming, 39 ming sotilgan gilomlardan ko'ra bo'limini deb hisoblayman. Sababi 30 ming, 40 ming. Lilonimda ham 1 kvadrat metri 30 ming tevasida yaxshisi. Endi 1 kvadrat metr 30 ming, 35 ming gilomlar menimcha xizmat tomonlama yengiroq bo'lib qoladi. Shuning uchun sredniy mana shu kasb bilan ishlayapmiz. Lekin bu kasbdan ko'ra 1 kvadrat 100 ming, 110 ming, 120 ming, 190 ming, 200 ming so'mgacha bo'lgan gilomlarimiz bizda ko'proq sotilyapti. Shuning uchun mana shu gilomdan ko'ra ham yaxshirog'ini olib chiqishga harakat qilamiz inshaalloh. Razmeri 3,5 metrga 6,5 metr. Narxini cho'zib o'tirmayman. 1 million 50 ming so'm qilib beramiz. Shu ko'rib turgan razmerlarini 1 million 50 ming so'mga qilib beramiz. Bu realniy narx. Faqat bular dastavkasi taksi orqali chiqarib beriladi. Va 3,5 metrga 7 metr. 90 ming, 100 ming qo'ygan gilomlarimiz, lekin bulardan ko'ra ko'proq sotilyapti. Sabab ozgina farq qilyapti, deyapti. Nisbatan qalinrog'ini olay, deyapti. Ba'zi odamlar nimasi bo'lar? Komfortli va yaxshi. Bosganingizda sal yumshoqroq bundan ko'ra misol uchun. Xizmat tomonlama ham yaxshiroq bo'ladi. Inshaalloh kelib ko'rsalaring, o'zimizga hozir tavsiya qilamiz. 3,5 metrga 7 metr. Razmerlari ham ancha katta razmer. Yo'llari ham haqiqatda chiroyli chiqqan. Kirchmonligi ham zo'r. 3,5 metrga 7 metr. 1 million 800 mingdan 2 million 2,5 million so'mga sotiladi shu ko'rgan razmerlarini. Ziyo gilom markazida narxini cho'zib o'tirmayman. 1 million 310 ming so'm qilib beramiz. 3,5 metrga 7 metr razmeri. Ro'zg'orga ishlash uchun eng qulay bo'lgan gilomlarimiz. Ham hamyonbop, ham xizmat tomonlama, ham razmerlari ham o'ta katta razmer. Lekin 30 ming, 35 ming so'mdan 1 kvadrat metr sotilgan gilomlarni men tavsiya qilmagan bo'lardim. Pul tomonlama yaxshi bo'lishi mumkin, lekin undan ko'ra mana bunaqangi narsa olinglar. 30 ming, 35 ming so'mdan gilom olgandan mana 1 kvadrat metri 50 ming so'mdan. Xizmati 100 ming, 120 minglik gilomdan o'tadi mana shu ko'rib turgan 50 minglik taftin paloslaring. Va mana bunaqangi 1 kvadrati 79 ming so'mdan. Bularni birinchi videolarimizda o'tkazmasdan ko'rib obuna bo'lib qo'ygan videolarimiz bo'lsa 99 ming qo'yganmiz. 79 ming so'mdan. Mana bunaqangi variantlari ham bor. Mana bunaqangi taftin paloslarni ham olib kelib qo'ydik.
30 ming 35 minglik gilam olishayotgandan yoki mana bundan 50 ming so'mlik gilamdan ko'ra ham misol uchun 1 kvadrat 50 ming 60 ming sotilgan gilamdan ko'ra ham nisbatan yaxshiroq bo'lsin desalar mana shunaqa 1 kvadrat 50 minglik tafsil faroshlarimizga tavsiya qilaman. Sababi ro'zg'orga, bola-chaqa, oshxonaga bo'lsa misol mana shu narsalar ham zo'r. Ayvonga misol bular detskiy variantlari bor. Mana bunaqangi Miraj kolleksiyalarimiz ham bor. Xo'p, endi qalinroq gilamlarga o'tamiz. Qalinroq, o'ziga komfortli xohlagan, qalinroq bo'lsin, bitta olaman, 10 yil, 15 yil ishlataman degan mijozlarimiz uchun nisbatan hozir ko'rib turgan ro'zg'or gilamlaridan ko'ra 2 barobar qalin. Razmerlarga ham ahamiyat beringlar. Biz maqsadimiz kimdandir arzon narx aytib, kimlardir savdosidan qoldirish emas. Qo'limizdagi tovarni, qo'limizdagi yuklarni inshaalloh o'zini holatiga qarab narx-navo belgilab chiqarish. Kimdir mendan arzon qo'yapti, mendan qimmat qo'yapti bas. Biz qo'limizdan kelgancha arzon olishga harakat qilyapmiz va sizlar uchun arzonroq sifat tomonlama ham yaxshi bo'lgan gilamni tavsiya qilyapmiz. Shunisiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Maqsadimiz kimdirni savdosini to'sib 50 ming 100 ming arzon aytib kimdir savdosini to'sish emas. Maqsadimiz o'zimizga o'xshagan insonlarga sifatli gilamlarni qo'limizdan kelgancha arzon yetkazib berish. Va menimcha shu qilayotgan ishimiz ko'pchiligiga ma'qul bo'lyapti. Savdolarimizda ancha o'zgarishlar bo'lyapti deb o'ylayman. Bugun bizdan kelib har qilgan mijozlarimiz oldik deb yozib qo'yinglar. Bizda xato nuqson kamchiliklar o'tgan bo'lsa hammalaridan ming bor uzr so'raymiz. Sababi ko'pchiligiga o'zim qaralmadim. Kelib ko'rganlar guvoh bo'lishdi. Haqiqatda odam bor ekan yoki yo'q ekan deb yozib qo'ysalaring, ishonch yana ham ko'proq bo'ladi. Xo'p, 3 metrga 7 metrlik bo'ladi. Hamma xohlagan koja popuylik, yurganda oyoq botadigan gilam bu ham. Materiali polipropilen bo'ladi. Bosilib ketmaydigan yoki-da yuvib netganda shunaqangi holatlarda katushka bo'lib qolmaydigan material bo'ladi. Polipropilen. O'zimizcha belgiyskiy xiva gilamlar materialiga o'xshash bo'ladi. Yurganda nisbatan dag'arroq, qattimroq bo'lishi mumkin, lekin xizmat tomonlama originali bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan gilamlar ro'zg'orga ishlat tavsiya qilganimiz gilamimizdan ko'ra 2 barobar qalin bo'ladi. Lekin sifat tomonlama mana shu gilamdan ko'proq olishni tavsiya qilaman. Agar dizayni tushsa, 1 kvadrat metrini 115 ming so'mdan qilib beramiz. 3 metrga 7 metr razmeri, chekkalari koja popuyli. Kimgadir koja popi yoqmasligi mumkin, xohlasalar popiylarni olib tashlab, averlovka xizmatlarini ham besplatni qilib beramiz. Xo'p, ipak polisterli gilamlarimiz. Mana ipak polisterli gilamlarimiz xohlagan mijozlarimiz uchun shu ko'rib turgan gilamlaring razmeri 3,5 metrga 4,5 metr. Kvadratga hisoblashda aytib o'tay. 3,5 metrga 4,5 metr. Enini bo'yiga ko'paytirsalaring 15 va 75 bo'ladi. Bir shu ko'rib turgan gilamlar kvadrati. Narxi ataga 146 ming so'mdan. Orqalari 100% to'qimali. Yaqinroqdan ko'rsating. Orqalari 100% to'qimali, o'zimiz TGS o'tib ishlab chiqarilgan. Materiali paxta polisterli bo'ladi. Ikki tomondan ikki xil to'lanadigan, yurganda nihoyatda muloyim bo'ladi bular ipi. Mehmonxona, zal, kamroq yuriladigan joylarga misol uchun, sababi ochiqroq set bo'lganligi uchun kamroq yuriladigan joyga deyapman. Menimcha idealni tanlov bo'ladi. 145 ming so'mdan 1 kvadrat metri. Gullari ham asatga tovarlar bas. Deyarli har dushanba yukimiz kelyapti. Biz yangi ko'rayotganlar, oldingi videolarimizdan o'tib ko'rsalaring, o'sha zavodimizni o'zidan pramo video qo'yganmiz. Ko'pchilik ko'rish uchun like bosib, obuna bo'lib, video shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, gilam olaman degan tanishlarga jo'natib qo'ysalaring, bizga ham yordam bo'lardi. Sabab kanalimiz qancha ko'proq rivojlansa, sotuv jarayonlarimizda ham o'zgarish bo'ladi, narx-navolarda ham o'zgarish bo'ladi. 3,5 metrga 5 metr. Buni ham 1 kvadrat metri 180 ming so'mdan 200 ming, 250 ming so'mgacha sotilganini o'zimiz guvoh bo'lyapmiz 1 kvadrat metrini. Ziyo gilam markazida obunachilarimiz uchun narxi ataga 145 ming so'mdan ushbu ko'rib turgan gilamlarning narxi va 3,5 metrga 6 metr razmer mana. Kattaroq razmer so'ragan mijozlarimiz uchun. Qanchalik biz oqtarib kelib hal qilayotgan mijozlarimiz qancha qalin gilam olsa biz xursandmiz. Sabab ko'proq xizmat qiladi. Kelayotgan bizdan hal qilayotgan mijozlarimiz ham bizga ishonchi ham ko'proq bo'ladi. Qanchalik qalin gilam olsalaring biz shuncha sizlar tomonimiz.
Mana gullarni ko'rsating. 3,5 metrga 6 metr. Mana sifatni ko'rsating mana. Qalin gilom. Mana. Yuvganingizda ham katushka bo'lib qolmaydi bu gilom. Yoki g'ijimlarni ko'tarilib qolmaydi. Qalin gilomda bu naturalniy ish bu narsa. Kelayki amal 30 darajada ko'p qo'shilmagan. Tortilishi ham, yuvinayotgan tortilishi ham kamroq bo'ladi. Bunaqangi naturalniy ishlarda yuvinayotganda tortilish kamroq bo'ladi. Koja popi hech nimani hal qilib bermaydi. Bu faqat brend uchun. Hamma so'rayotgan, lekin koja popi mavjud. 3,5 metrga 6 metr, 1 kvadrat metri 145 ming so'mdan. Xo'p, bundan tashqari mana bunaqangi yangi kolleksiyalarimiz kelgan. Bundan inshaalloh savdo qildik. Bugunning o'zida 5-6 ta manimcha xarid qilishdi. Xarid qilgan mijozlarga kattakon rahmat. Olgan bilan xayrli, yaxshi kunlarga ishlasin. 1 kvadrat metri 180 ming so'mdan 200 ming, 220 ming so'mga sotilyapti. Hamma xohlagan Samarqand 8 zavodining gilomi. O'zimiz TGS zavodida chiqargan variantlari ham bor buni. 1 kvadrat metrini ataga 163 ming so'mdan qilib beramiz. Ushbu ko'rib turgan gilomlaringni. 1 kvadrat metrini 163 ming so'mdan qilib beramiz. 3 ga 4 razmerdan 3,5 metrga 8 metrligigacha bitta butun yaxlit razmerimiz bor. Va mana bunaqangi qalin luxury so'ragan mijozlarimiz uchun 1 kvadrat metri 230 ming so'mdan. 1 kvadrat metri 230 ming so'mdan. Va 1 kvadrat metri 187 ming so'mdan. 1 kvadrat metri 187 ming. Mana shu gilomlardan bizdan xarid qilishgan, bunga nisbatan nimasi balandroq narx chiqarganmiz. Obunachilarimiz qancha ko'payib, auditoriya kengaygan sari biz ko'proq xarid qilyapmiz va shuning uchun narx-navolar tushyapti. Oldingi birinchi, misol uchun bizdan 1 oy, 1,5 oy oldin olgan mijozlarimiz biz olgan narxdan 5 ming, 10 ming arzon qo'yapmiz. O'shanda biz qimmat olganmiz deb o'ylamanglar. Sabab va'da qilganimizdek, auditoriyamiz kengaygan sari sizlar uchun eng maqbul narx va eng sifatli gilomlarni tavsiya qilamiz. Inshaalloh mana shu gilomlarni 1 kvadrat metrini 140 ming so'mgacha tushirib berishga harakat qilaman sizlar uchun. Kelib ko'rib xarid qilinglar. Qalinligi, sifat darajasi o'ta darajada yaxshi gilomlar. Imkoniyatlaring bo'lsa, mana bunaqangi misol 50 ming, 60 ming, 70 minglik gilomlardan ko'ra 100 mingni tepasidagi 1 kvadrat metr 100 ming tepasidagi gilomlar olsalaring xizmat tomonlama yaxshi bo'ladi. 187 ming so'mdan va mana bunaqangi 210 ming so'mliklari. Bundan tashqari 145 ming so'mliklarda ham eng yangi assortimentlari 2026-yilda eng trenddagi gullarni olib kelib qo'yganmiz. Va turetskiy gilomda qimmatga olib yurgan mijozlarimiz uchun turetskiy Eron import bo'lgan gilomlarni qimmatga olib yurgan mijozlarimiz uchun mana bunaqangi 1 kvadrat metri 270 ming so'mdan bo'lgan o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqariladigan, lekin sifat tomonlama Erondagidan qolishmaydigan gilomlarni tavsiya qilamiz. Narx tomonlama ham, sifat tomonlama ham menimcha o'ta darajada ma'qul bo'ladi. 30 dollar, 35 dollardan 1 kvadrat metrini import bo'lgan gilom sun'iy tarzda oshadi import gilom. Olgandan ko'ra o'zimizni brend, o'zimizni sifatdagi gilomlarni olsalaring, ro'zg'orga ishlash uchun ham, o'zimizni muhitga ishlash uchun ham kasbalari eng yaxshisidan bo'ladi inshaalloh. Xo'p, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Tanishlarga jo'natib qo'yishni eslanglar chiqmasin. Biz siz uchun harakatdamiz. Biz uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yish eslangdan chiqmasin. Ushbu aytib o'tilgan narxlar inshaalloh realniy bo'ladi. Kelib ko'rib xarid qilsalaring, inshaalloh sunnatiga yana o't berishga harakat qilamiz. Manzil iltimos o'tkaza olmasa ko'ringlar shu videolarni. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat bozorining ichkarisidagi Ziyo gilomlari markazi. Hozircha boshqa filialimiz yo'q. Biz o'shalarning filialimiz yoki boshqa degan shunaqangi gaplarga ishonib qolmanglar, iltimos. Sabab narx tomonlama yoki sifat tomonlama ham aldov bo'lib qolinishi mumkin. Avvalo rizq. Manzilimiz Ziyo gilom markazi shu Farg'ona viloyati kombinat bozorining ichkarisida. Biz siz uchun harakatdamiz. Biz uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yish eslangdan chiqmasin. Ziyo gilom markazi hamisha bir qadam oldinda. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang. Hammalaringizga kattakon rahmat. Tuningiz osuda va barokatli bo'lsin. Ziyo gilom markazida sizlarni hammalaringni kutib qolamiz. Rahmat hammaga.